Tilim buralib qoldi, aylanib qoldi bitta joyda jar. Over Konstantin. Bu gaplarning hammasi tuhmat qarindosh. Bu kishini tilla tishlari, tillarini sal tindalabdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammanglarga boringlarga shukr. Konkursimiz yaqin, hammanglar xabaringlar bor. Bugun Xudo xolisa Abik topshirdi Yangi Komolon mahallasini. Mana hozir akamlar bilan azga suhbat olamiz. O'zinglar bu yoqni akamlardan eshitasizlar. Aka, mana qilgan ishlarimizdan minnatdormisizlar yo ishimizlarning sifati qanaqa? Sifati zo'r, cho'tka. Hamma joy yam-yashil bo'lib, mana Kamolon mahallasi bir chiroyli mahalla bo'lib qoldi. Qo'linglar dard ko'rmasin. Bundan-da katta obyektlar qilib yurish sizlarga nasib bo'lsin. Rahmat aka, barakalloh. Ularni juda ham ko'p qo'yingizlar. Odamlar mazza qilib, bolalar o'ynab, tomosha qilib, toza havodan bahra olib. Aziz muxlislar, o'zingizlar eshitdinglar, hammasini mana guvoh bo'ldinglar. Xudo xolis kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol 24/7 aloqaga chiqib o'ringlar. Hammanglarga rahmat. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Omon bo'linglar, charchamay ishlanglar. Ko'kdan yog'ilarkan nur afshon bog'larda uchrashar edik. Ko'ngilda bir ajib halovat huzur baxsh oqshomlar ajrashar edik. Kelasanmi derdim xayrlashar chog' kelaman deyarding sekin iymanib tilimning uchida.